Ko'pchilik bilmasligi mumkin, men asli YouTube blogerman. YouTube'a 2020-yil kirib kelganman. Ya'ni umuman media sohasida. Hozirda bu yerda уже YouTube'da 56 mingdan oshiq obunachilarim bor va 4 yil davomida ijod etib keldim. Faqat oxirgi 1 yillikda sal to'xtatib qo'ydim, chunki bor fokusim Instagramga ketdi. Ko'pchilik aytadi, "Nechati 1 yil ichida zo'r o'zingizni o'rningizni egallab oldingiz, urgancha kelmishab zo'r bo'lib ketdi ishlaringiz" deydi. Ana shu YouTube'dagi 4 yillik ijodim menga dim zo'r boost berdi, yordam berdi Instagramda o'zim o'rnimga egallashga. Chunki 4 yil davomida juda ko'p kontent chiqarganman, juda ko'p kontentlarni ko'rganman. Kurslar sotganman Instagram bo'yicha, YouTube bo'yicha, ko'plab shogirdlarim bor. Yaxshi daromadga chiqqan shogirdlarim ham bor. Hozircha rahmat aytib yozadilar. Ana shu narsa menga dim zo'r fundament bo'lib berdi. Ya'ni YouTube'da boshlagan ishimni bugun Instagramga o'tirganimdan keyin menda zo'r rezultat bo'ldi. Bugungi kunda 2 dona YouTube kanalim bor. Birinchisi bu Adabiy O'zbekcha yuritaman. Bu yerda 56 mingdan oshiq obunachim bor. Ikkinchisi Xorazmcha ochdim. O'zimizning Xorazm xalqi uchun manfaatli, foydali videolarni chiqarish uchun. YouTube bo'yicha, Instagram bo'yicha, shaxsiy brend, shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Xudo xolasa tez orada Instagram bo'yicha ham zo'r produkt tayyorlab turibmiz komanda bilan katta yangilik etamiz.